Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yoqubjon Salimov va bugun bizda yangi videorolik. Izohlarda ko'pchilik menga har doim O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasiga kirish ballari qanaqa, u yerga qanaqa kiriladi degan savollarni bergan edi. Albatta, birinchi navbatda bu yerga kirish uchun albatta imtihon topshirasiz. O'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha. Va bu yerda endi kirish ballari qanaqa deganingizda, bu yerda ballar keltirilgan. Ya'ni 2026-yil uchun amalda bo'lib turgan ballar quyidagicha bo'ladi, do'stlar. Mana endi bu yerda sohalar ko'rsatib o'tilgan. Kunduzgi ta'lim shakli o'zbek tilida. Dinshunoslik bor ekan. Dinshunoslik uchun grant 168 ball bo'lgan. Shartnoma esa 164 ball bo'lgan. Kvotalar soniga qarang. Atiga 4 ta bo'lgan grant uchun. Kontrakt uchun ham atiga 14 ta. Juda ham kam. Shuning uchun ko'rganingizdek bu yerda raqobat juda ham kuchli. Yana o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Men sekin o'tkazaman. Videoni pauza qilib, xohlaganingizcha ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi kechki bo'yicha ham ko'raylik. Kechkida ballar biroz pastroq bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, dinshunoslikda endi 159 ball grantga ketyapti. Grant deb emas, super kontraktga ketyapti. Tarix esa 107 ball. Xo'p. Bu yerda shunaqaga faqatgina shu sohalar bor ekan kechki ta'lim shaklida. Yana sirtqi ta'lim shakli yo'q. Bekor qilib bo'lingan. Masofaviy ham yo'q. Hozir kunduzgini qo'yamiz. Endi ta'lim tili bor. Rus tili bo'yicha qo'yiladigan bo'lsak, dinshunoslik mana nisbatan yana ko'rayotgan bo'lsangiz, atiga 109.2 ball. Islomshunoslik esa 119.7 ball. Psixologiya 84 ball. Juda ham moddiy. Juda ham kam bo'ladi. Rus tili bo'yicha ballar. Qoraqalpoq tili bo'yicha yo'q. Xo'p, endi rus tili kechki ta'lim shakli yo'q. Hozircha shunaqa ma'lumotlar keltirilgan ekan, do'stlar. Manba sifatida info.edu.uz saytini aytib o'tishim kerak. Hozircha shunaqa ma'lumotlar. Qanaydir savollar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta savolga javob beradigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bugun biz kirish ballarini tahlil qildik biroz. Ammo lekin shuni ham aytib o'tay, yangi o'quv yilidan bilasiz, ballar ko'tarilishi mumkin, chunki raqobat juda ham bu yerda kuchli. Va mening taxminim bo'yicha bu yerda oshish ballari 5 ball oshib ketishi mumkin. Har bir orasida 5 ballgacha ballar ko'tarilishi mumkin. Ko'plablarda esa ko'tarilmasdan, o'zgartirmasdan qolishi mumkin. Misol uchun mana bu 189 ballga chiqishi mumkin. Bu esa 172-74 ballga borishi mumkin. Bu esa 170 ballga borishi mumkin dinshunoslik bo'yicha. Ballar shunaqa 5 ball qo'shib hisoblasangiz, yangi o'quv yilida kafolatlangan nisbatan ishonchliroq tajribangiz bo'ladi, ma'lumotingiz bo'ladi. Hozir shunday bo'latadi. Albatta izohlarda faqatgina men kanalimga obuna bo'lgan va videoga like bosganlarga javob beraman. Shunday ekan, kanalimga obuna bo'ling va izohlarda savollaringizni yozib qoldiring.